Amerikanka original bunga ham do'stlar. Metan gazlar. Amerikanka optiralar original. Kuzib 23, lekin mana ishlab chiqarilgani 24. Ishlab chiqarilgan. Endi mana bar, rol, shumka, oldi orqa, propan gaz, hamma narsasi bor. Transfer stoyka. Juma kundan o'zi bozor to'ldida, mashinani bir joyga jam qilish iloji bo'lmay qoldi. Shuning uchun shu joyga pauzani beramiz. Hammaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Rustam aka kanaliga xush kelibsizlar. Ko'pchilik JM narxlari tushib ketdi, sinib ketdi deyishyapti. Hozir JM narxlariga qiziqadiganlar uchun Gentra narxlari bilan tanishtirib o'tamiz do'stlar. Bugun 7-dekabr. Assalomu alaykum. Rustam aka, yaxshimisiz? Yana boshqatdan so'rashib qo'yamiz. Xo'sh, assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar, aziz Rustam aka kanali obunachilari, aziz vatandoshlar, musofirda bizani doim kuzatib boradigan aka-ukalarimiz. Joninglar sog'mi? Xo'sh, bugun xudo xolasa mana 2025-yil, adashmasam, chislomiz 7-dekabr. 7-dekabr videomiz Sergeli mashina bozoridan bo'ladi. Yakshanba kuni. Bugun 4-5 ta mashinalar olib kirganmiz, obzorini qilamiz. Xo'sh, ertaga mana 8-dekabr Konstitutsiya kuni bilan butun O'zbekiston Ilhom aka, sog'lik yaxshi keldingizmi? Hammani mana shu kirib keladigan 8-dekabr Konstitutsiya bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Hammani xonadoniga yaxshi kunlar, to'ylar, tomoshalar bo'lsin. Orttirgan puliga kelib mana shu mashinalardan olasiz. Shunday bo'lsin. Xo'y, bozorga keladigan bo'lsak, bozorda savdo bo'lib turibdi. Mana kecha mamtda turgan mashinamizni sotdik, mana joy ochilib qoldi. 5-6 mashina olib kirganmiz. O'rtoqlar, boshni aytib o'tib ketaman. 12 ta viloyat Nasiya savdo, naqd, bank, dastavka xizmati bor. Nasiya savdoni yana aytib o'tib ketaman, o'rtoqlar, Gentralar kamida $3000 ga boshlanish to'lov Nasiya savdoga chiqadi. Eng kam muddat 6 oy, uzog'i bilan 27 oygacha. Xolasalar 15 oy, xolasalar 10 oy. 12 viloyatga ham chiqaveradi. 12 ta viloyat Qoraqalpog'iston Respublikasiga ham. Keyin dastavka xizmatiga keladigan bo'lsak, kecha bir akam telefon qilib, zaklab tashiyman, Nasiya savdo qilib, mashina uyimga olib kelib bering dedilar. Yo'q. Dastavka xizmati hujjat bitgandan keyin olib borib beriladi. Naqdga oladigan bo'lsalar, zaklab tashsalar, uylariga olib borib berib, hujjat qilib yo'qdan qaytib kelsam bo'ladi. Shunday. Xo'sh, yana nima deymiz? Bo'lmasa, gapni cho'zmasdan obzorimizni boshlaymiz. Xo'sh, 2024-yil Gentradan boshlaymiz. Oxirgi chiqqanlaridan. Qora joyga mana bir narsani ko'rsatib ketay, mana buni ko'ringlar. Mana 24 ma. 24 Gentra yo'q derdim, lekin bor ekan. Lekin kuzib 23. Kuzib 23, lekin mana ishlab chiqarilgani 24. Ishlab chiqarilgan yili 24. Endi balki oldi sotdidan keyin ham shu 24 qolar yo 23 qolar, unisini bilmadim. Lekin mana kecha oldik, mana 24 20 ming yurgan. Tonirovka bor, shumka, 4 ta yaxshi balon, kraska top-toza. Benzinda. Benzinda. ABS bor, qo'shimcha internatlar qo'yilgan. Bu narsalar bor mana. Tonirovka bor. 10 oymi tonirovkasi bor. Endi bu mashinalar kecha olindi. Mana. Gaz pas qo'yilmagan. Benzinda. Mashina 20 ming yurgan. 19 ming qanchadir bo'lgan. Kraskalari toza. Necha pulda aka? Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, narxiga $15,700 so'rab turibmiz. 15700. Yana tepasida savdosi bor. Men aytib o'tib ketaman, bu qo'yadigan mashinalarda narxi taqalgan narx emas. Tepasida savdosi bo'ladi. Xo'sh, mana yana aytib 4 ta yaxshi balon, tonirovka bor, 909 pul bor, kraska toza. Kraskasi toza. Oladigan odam navorot qilamiz desa, uni ham qilib beraveramiz. Amerikanka optiralarmi, barrolmi qilib beraveramiz. Xo'sh, keyingi mashinamiz. Endi bu mashinamiz ham 21-58 ming yurgan. Bir shu videodan beri turibdi. Misol buni 13,5 ming deb qo'yganmiz. Propan gazlari bilan. Hozircha bu mashina sotilmadi. Xo'sh, bugunga kelib buni narxini 13200 deb qo'yamiz. 13200 ga. Qo'yamiz. Yana savdosi bor. 12 ta viloyat Nasiya savdo, o'sha naqd bank bo'laveradi. Xo'sh, nima deymiz? Buni navorotchasi bor ekan, salom. Bunda endi hozir mana qulplab qo'ydim, oching. Malibu rol, bar. Bunda endi yo'q narsani o'zi yo'q ancha. Bitta shofir bo'lsa bo'ldi. Bitta ega yo'q. Mana bar, rol, shumka, oldi orqa, propan gaz, hamma narsasi bor. Transfer stoyka, pult. Mashina minishga tayyor.
Lekin hozircha sotilmadi. Pul qo'yib qo'yamiz, to'g'ri tushunasizlar. Sizlar hujjatlar ko'p. Xo'sh, 13.200 qo'yamiz. Aha. Yana tepasi savdosi bor. Yana kami bor, kelishtirib Kami bor. beraverasiz. Xo'sh, endi 6000 yurgan mashinamiz. Bu ham 24. Bu ham 24, Buni ham texpasporti 24 mi aka? 24 buniki ham. Benzinda ABSlarimiz bor, qo'shimcha ventilyatorlar qo'yilgan. Mana qarashir. 24. Ko'rdingizmi? Xo'sh, bu ham 6000 yurgan, 24, kraskalari toza. Xo'sh, bunga qo'yilgan narsa qarang. Video registrator bor, pult bor. Qolgani zavod holat turibdi. Endi bunda plus tarafi probek ekan. Probek ekan. Probek ekan. Xo'sh, narxiga keladigan bo'lsak, 16000 qo'yamiz. Yana savdosi bor. O'rtoqlar, bemalol murojaat qilaveringlar. Bu qo'yiladigan narxlar taqalgan narx emas. Savdosi bor, kelishtirib beraveramiz. Tushundinglar? Xo'sh, endi 23 oqimiz bor. 23. Ha, shuni ham bitta olaydik. Mana menimki 23 oqimiz bor. Xo'sh. 23 oq 31 ming yurgan. Amerikanka metan gazlari bor ekan. Gazi bor. Xo'sh, yangi qishki sezonga tayyorlab qo'yildi. 4 ta yaxshi baloni bor. Shumkalari ham bormi? Shumkalari bor, tonirovka ruxsati bor, Malibu bor, Malibu rul bor. Pilus tarafini aytib o'taman, Pilus tarafi Pitno ham yo'q. Petno degan narsani o'zi ham yo'q. Top toza. Mana hozir 23 ikkita qo'ydik, to'g'rimi? 21 bitta qo'ydik. Mana keyingi 23imiz. Mashinalar hammasi kraskasi toza. Chunki men kichkina Pitno bo'lsa ham aytib o'tib ketaman. Siz aytilgan Chunki joyda oladigan odam o'sha Pitnoni etsangiz ham oladi, etmasangiz ham oladi. Lekin bilib olgani baribir boshqacha-da. ertandan bo'lsa ertaga aldabdi degan gap so'z. o'tganiga Rustam aka mana bunaqa joyi bor ekan desa, u menga to'g'ri keladi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, 14700 qo'yamiz. 23 31 mingdan polniy navorot tayyor. Tayyor mashina. Tonirovka, bar, rul, gaz, amerikan kopteri, balonlar yangi taqildi. Men bilasizlar, mashina olib kelamanmi? Ha. Balonni yoqmadim, sraz yangi taqib olaman. O'zingiz haydamasangiz ham farqi Ha, yo'q. chunki oluvchi shuni bozordan olib chiqqandan keyin iloji boricha xarajat qilish kerak emas-da. Ana 500 so'm olgan pulimiz halol bo'ladi. Xo'sh, bo'lmasa bu mashinalarimizni pastda yana 4 ta mashinam bor. Yana bor. Ha, pastda bor. Endi kecha juma kundan o'zi bozor to'ldi-da, mashinani bir joyga jam qilish iloji bo'lmay qoldi. Shuning uchun shu joyga pauzani beramiz-da, keyingi mashinalarni oldiga tushamiz. Xo'p. Xo'p, 23imiz o'rtoqlar. Polniy navorot mashina. Xo'p, 19000 yurgan. Original amerikan. Motor atseklarni olib qo'ying. Qarang qanaqa. Dial turibdi. Xo'sh, amerikan kopteri original, 4 ta yangi balon. Xo'sh, tonirovka, Malibu bar, Malibu rul. Shumkalar bo'lgan. Chunki qanisher boya ham aytdim-ku, bu mashinani oladigan vaqtman borib ko'rib, shuni motorini ko'rib kasal bo'lganman-da bu mashinani. Nimaga? Mashinada meni fikrimda motor atsek bilan bagaj gapiradi-da. Tushundingizmi? Misol probek qancha yurgan deysiz, yo holati deysiz-ku, shu motorni ochganingizda o'zi bilinadi. Bir xil mashinani probegiga motorni holati to'g'ri kelmay qoladi. Yashang. Nima borsangiz, misol 30 ming yurgan deydi, motor ko'rsangiz 100 ming yurganda. Xafa. Mana bu halol probek. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak 16 ming so'rab turibmiz. Kelishtirib beramiz. Kami bor. Ha, 22miz. Qoralarni teribsiz lekin Bu hafta xudo xolasa nasib bo'lsa, yaxshi. Amerikanka. Mashina olaman deb keladiganlargacha Viber juda ko'p. Viber juda ko'p. 22 ga 23, kuzov 23. Propanlari bor ekan. 22 qarang. Propan bor, 4 ta yaxshi balon. Shumka, tonirovka, Malibu bar, Malibu rul, CC3 tayyor bu ham. Mashinani shuni olamanda yoqilib qo'yib minib chiqib ketaman deydi-ku. Ha. Shunaqada. Ana haydayman Bir deganlar. mayda chuyda rasxod. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, o'rtoqlar, 14,5 qo'yamiz. Yana tepasi savdosi bor. 14500 kami bor. Kami bor. Xo'sh, 23imiz. Amerikanka. Original bunga ham do'stlar. Metan gaz. Amerikan kopteralar original. Original qo'yilibdi ko'p. 23 ming yurgan mashina. 23 ming probek. Bunga ham Malibu rul bor. Mana hozir aytib o'tdim, 4 ta, 5 ta mashina yutgan bo'lsam, hammasida tonirovka ruxsat bor. Bunda ham bor.
Nima ham bor? Tonirovka ruxsat bor, Malibu bar, Malibu rol. Magnitofonni bilmadim qanaqadir, lekin yaxshi magnitofon qo'yilgan, o'ziniki emas. Ha, Shumka qilingan, 4 ta yangi balon, kraska toza. Probeg 23 ming. 23 ming yurgan. 23 ming. Xo'sh, narxiga keladigan bo'lsak, narxini 16 ming so'rab turibmiz. Endi yana narxini baland etdi, 16 ming deb demanglar, o'rtoqlar. Kam probegli mashinalar ko'chadan topib bo'lmayapti. Biza ham to'g'risida qiynalib, qayolardandir topib, to'g'risi men chunki nimaga, mana egalar chiqadi deyman-ku, YouTube'ga mashina olaman deyman, ko'pchilik telefon qiladi, borib olib, kamkosini yana rasxod qilib to'g'rilaymiz-da. Tayyor qilamiz. Endi Gentrani kam probeklisi o'zi juda sanoqli O'zi qilyapti bu yog'iga. ma tashti qolmadi. Chiqyapti 70, 80, 90 ming yurgan, 100 ming yurgan. Misol 13 ming yo 13,5 ming, 14 mingga beraman deydi. U katta probeg sal sotish qiyinroqda. Bozorda mashinada asosiy rol o'ynaydigan probeg bilan holatda. Ko'pchilik baribir shu Gentrani yangisini haydayman deydiganlar ko'p. Mana kecha men ko'rdim 130 ming yurgan 23 ta 8 mingga deb qo'ydi. Bittasi Instagram bilmadim. Keyin 5 minutdan bir telefon qilamasam sotiladi. Yo rost qo'ydi yoki aldab qo'ydi. 23 ta 8 mingga qo'ydi. 8 ming deb qo'ydi. Avtomat. 130 ming yurgan. 5 minutdan keyin ko'rgandim, u sotiladi otda. Balki rostdir. Xo'sh. 23 imiz bu ham. Amerikanka, metan Bu bor. ham polniy navorot. Bu ham hamma narsasi tayyor ekanda o'zi. 17 ming yurgan. Monitor. Kraskalar toza. Men ko'rayotgan bo'lsanglar, bu hafta mashina xudo xolasa hammasi tayyor. 2 haftalik Endi bitta chiqardingiz endi deyman. o'tgan hafta video qo'ya olmadik, mashina bo'lmadi. Endi tayyor qo'ygan sababi yog'i bayram, yangi yil, ha? Xudo xolasa kimdir yangi yilga yangi mashina uydagilarga olib beraman deydi, yo tanish bilishimga podarka, endi bor-ku. Shunaqaga tayyor xudo xolasa. Xo'sh, 22 imiz. 45 ming yurgan. 22, 45 ming yurgan benzinda. Benzinda. Atseklarini ko'ryapsiz-a qanaqa? Mana mashinada men mashina olgan boraman-ku, sotib olgan. Yana gapirib o'tib ketaman. Shuna borganda birinchi borganda motorni ochib ko'raman. Probeg holatiga qarab birinchi motor ko'raman. Motor ko'ramanda keyin qancha yurgan? Misol 40 ming yo 50 ming yo 60 ming yurgan yoki 30 ming yurgan deylik. Undan keyin kraska holatini ko'raman. Chunki bo'layotganda mashinada aslida motor gapiradi-da. Shuni. Motor gapiradi. Chexol Holati zo'r. Xo'sh, narxiga keladigan bo'lsak, polniy navorot 14,5 ming qo'yamiz buni ham. 14,5. Yana kelishtirib beramiz. Savdosi bor o'rtoqlar. Xo'sh, bo'lmasa, bugungi obzorchamiz tugatamiz. Ko'p cho'zilib ketmada, zerikarli bo'lish kerak emas. Shunday. Odamlar 5 minut, 10 minut bo'lsa ham tez ma'lumotga ega bo'lish kerak. Xo'sh, JMga keladigan bo'lsak, narx-navosiga mana gapiryapti. JM narxi tushib ketdi, boshqa deydi, to'g'rimi? Lekin men tushib ketganini ko'chada ko'rmayapman. Kobultda tushgani ham shu salon narxiga yaqin qoldi. Ha, mayli iloji tushsin, hamma olib minsin. Men qarshiligim yo'q. Lekin misol mana hozir mana shu mashinalarni arzon pulga olinmadi. Qani sher. Mana shu mashinalar egalari ham ko'rib turgandir. Men YouTubedan olaman aslında. Ha. Bu mashinalar arzonga olinmadi. Lekin men mashina tushib ketdi deganiga borib ko'chani ko'rib, "O, mashina vaqti arzon bo'lib ketgan joyini ko'rmadim hali." Endi to'g'risi. Lekin bozorda to'g'ri 100, 200, 300 narxdan tushgan bo'lsa tushgandir, lekin ko'chada juda qimmat. Xo'p, nima deymiz o'rtoqlar? Xo'sh, ertalab soat 8 dan kechqurun 24:00 gacha bemalol murojaat. Ertalab 8 dan kechqurun 6 gacha bozordaman. Musofirda yurgan aka-ukalarimiz kechqurun mana shu 24:00 dan bu yoq ertalabgacha. Короче, 24:07 bemalol. Aloqa chiqib. Muammosiz. Telefon qilganda men yana aytib o'taman o'rtoqlar, uzr bezovta qilaman deb so'ramanglar. Bemalol. Meni ishim shu. Kim menga telefon qilib bitta mashina sotsam, bu tirikchiligim. Bir so'm foydam bor. To'g'risida. Shuning uchun telefon qilib hech qachon uzr so'ramanglar. Bemalol telefon, bexijolat. Men Hijolat behijolat. yo'q, men uyda yotaman-ku. Aslında уже 6 dan keyin men bemalolman-da. Uyga boraman. Ovqat yeyman, shu o'zim xonam kirib, shu telefonni kutib o'tiraman. Qani kim nima deb telefon qiladi. To'g'risida 11, 12, 1, 2, 3larda ham kimlardir telefon qiladi. Yo'q. Ana shu gaplashaman. Mana kecha tadbir kuni telefonim xudoga shukr tinmadi. Uyda bo'lib qoldim bir kun. Ha. Uni
tinimsiz mana shu musofirda yurgan aka ukalarimga mingdan ming rahmat deyman. Qanisher. To'g'risi, mana shu oldimda yurganlar bir kundan keyin telefon qilgan bo'lishi mumkin. Yo kechga telefon qilgan bo'lishi mumkin. Bu bor haqiqat. Lekin mana shu musofirda yurgan aka ukalarimiz baraka topsin, meni esdan chiqarishmadi. Gap yo'q. Mana shu kechqurundan boshladi, kuni bilan kechasi ana shu kunduzi mana shu faqat shu telefonga javob berdi. Rahmat, rahmat. Mayli ilohim hammani o'shaqa yaxshi kunlarga yetkazsin, hammani omadini bersin. O'rtoqlar yana sotiladigan mashinalar bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Faqat JM mashinalarni sotib olaman. Inomarka olmayman. Mana shu Sparkdan tortib Malibu 2 gacha. Yana nima deymiz? Nexia uch, Cobalt, Gentra farqi hammasini olaveramiz. Narxini kelishtirib, gen bersanglar, gen naqd bo'lsa naqd olaveramiz. Rustam aka, keyingi yil tug'ilgan kuningizda ham mana shunday videolar qilib yurish. Ha, ilohim, keyingi yil mana shu kunlarga Allohim yetkazsin, ilohim hammamizni kirib keladigan mana shu 26-yil yangi yilimiz, xudo xolasa hali yana videolar qilamiz. Hammaga omad, baxt keltirsin. Kimlardir mana shu mashina olaman deb niyat qilib yurgan bo'lsa, Allohim ilohim niyatiga yetkazsin. To'g'risi, mashina minmagan odamlar ham ko'p. Ilohim hammaga yetkazsin. Hammani omadini bersin, xonadonda tinchlik, xotirjamlik, yaxshi kunlar bo'lsin. Sizlarda ham kasbkorlaringga Alloh baraka bersin. Rahmat aka. Ishinglarga rivoj. Rahmat kelganinglar uchun. Ilhom tog'a, Qanisherjon, rahmat.